qo'yilmagan so'z ovozini ham ice cream o'zgartiribdi qo'yilmagan. Xola menga xolajonim qanday endi chut mana do'stlar Green'ni bir o'yinida hard rejimda ice creamga o'zgartirilgan versiyasida mana xolani ham qaratib o'rgimchayni ham qaratib hard rejimda qochib ketdik. Salom do'stlar, Odilxon Play kanaliga xush kelibsizlar va do'stlar bugun biz sizlar bilan birgalikda Green'ni bir o'yinini ice creamga o'zgartirilgan versiyasida do'stlar hard rejimda maza qilib dam olishga harakat qilamiz do'stlar. Agar sizlarga video channel yo'q ekan bo'lsa, shuni like buni tugmasini bosib qo'yinglar. Do'stlar, garochi bu modni topaman degan biratlarimiz uchun Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Lekin do'stlar, mod ishlashi uchun sizlar Nightmare mod yoqib qo'yishlar kerak. Eslanglar do'stlar, Nightmare mod hamma qip-qizil va qonli bo'lib kalamushlar paydo bo'ladi. Kirich o'sha modda aytayapman. Bosh bo'lmasam do'stlar, mana o'yinchamiz boshlanyapti. Xo'sh, mana Green'ni bir xolamizni uyida mana do'stlar biz birinchi kunimiz, ya'ni ice cream xola deymiz endi. Xo'sh do'stlar, lekin grafikani bunday ice cream o'zgartirib tashlabdi. Menga ice cream o'yinlar vapshet yoqadi. Xudo xohlasa hammasini xalqda ekspertda yutaman, chunki men Odilxonman. Sensativni to'g'rilab qo'yamiz. Va do'stlar, davay shunday pastga bir tushib ketamiz. Hozir xola qayerdandir chiqib kelar, grafikani yoribdi, lekin qo'yilmagan. Xo'sh, bu yerda ko'ramiz. Shotgun o'ynagan saring o'ynanglar. Endi xolajonim potlarda yurgan ekan. Shu katta ehtimol bilan shu xolajonim tepalarda yo'q, nima deysizlar? Hozir mana yerda polani g'ijirtatib yuramiz, do'stlar, xola javob keladi. Mana do'stlar, qo'yilmagan do'stlar ovozini ham ice cream o'zgartiribdi qo'yilmagan. Xola menga yoqib boryapsiz, borgan sari shu o'yinda do'stlar ko'proq kontent qilishga harakat qilaman. Davay birinchiga tepaga chiqamiz. Xo'sh, bu ishni yopamiz, esdan chiqarmaslik kerak, izimizda xat kelyapti. Davay buni do'stlar bosamiz. Eslanglar do'stlar, sizlar horror yilda ham hard o'ynadim. Birinchiga buni qo'y, hozir xola keladi, chapdan o'ynandi. Voy, chapdan kelib qoldi. Davay do'stlar, tez turmasanglar hard zoti o'ldirib beradi. Ana birazga motion tomonga surib boramiz, lekin motionga tushmaymiz. Davay eshik yopamiz, xolani ushlab turadi. Sekund bo'lsa ham davay uni tepirachiga o'tir. Do'stlar, ulgurdik, qo'yilmagan shu hard o'ynasam nimagadir hayajonlanaveraman do'stlar. Har doim shu loyiha qo'yaveраman nimadirda. O'sha endi xolani kutamiz, men ko'rib turibdi, chunki mana bu yerga kelishi bilan biz bu yoqda ishlarimizni qilaveramiz. Xola nima? Bo'ldi do'stlar. Nima iziga qaytib ketyapti desam, uni o'tardi, endi o'zi qaytadi. Hali birinchi kelir bizim endi tepalarda sekingina ko'raverib bu yoqda ko'rmay turamiz. Hozircha shuni tepani bitta shundaygina ko'rib kelay. Xo'sh, mana shu yerda tekshirish kerak. Do'stlar, qo'yilmagan shotganni bitta qismini topdim. Chotki yana bitta qismi qoldida, faqat do'stlar shotganni topsak bu yerlarda ham bir ko'rib ketaylik. Ziyorat qilishga o'xshaydigan yo'q do'stlar, bu yerda ham hech narsa yo'q, bu yerda ham hech narsa yo'q. Qarg'ani oldiga borib o'tirmaymiz, mayli qarg'an narsasini topsak keyin borarmiz. Eshikda keruchiman shuni do'stlar tushirib ketaylik. Ovoz chiqib qolaman shu go'rlarda o'ynab tursin. Biz ungacha borib mana shotganni qo'yib kelamiz. Bitta qismi qoldi do'stlar. Bilsalar kommentariyga yozib yuboringlar, men ham bilay. O'sha o'yin haqida ham do'stlar fikrlanishni yozib qoldiringlar, menga vaqtida qiziq. Xo'sh, do'stlar, qo'yilmagan shotgan 3-qismi ham shu yerda turgan ekan. Davay buni qo'yamiz va boya tashlagan do'stlar o'rtadagi qismini olib beraychiga bu ikkinchi qismi bo'ladi. Davay buni ham shundaygina qo'yib beramiz. Mana do'stlar 3-qismini ham olib beraychiga. Xo'sh, buni ham shundaygina qo'yib beramiz. Davay birinchiga shunday bitta o'qit olamiz. Davay ol. Lekin do'stlar, xolani hozircha otmaymiz, bitta cho'tki film bor, buni tushirib ketamiz. Xola ovozi yana shu yerto'laga kirib ketish kerak. Do'stlar, biz xolani esa mana bu yerdan kutib turamiz. Tezroq keling xola. Chap tomonda qon turibdi, ko'ryapsizlarmi? Shunchalar ham dahshat. Qonni ham yo'qotsa bo'lardi, do'stlar, shuncha o'zgartiribdi. Mayli do'stlar, qonsiz qiziq bo'lmaydi deganda, xo'sh, nimagadir xolam kelmayapti. Menimcha ice cream o'zgartirgan bitta ice cream tog'ani quloqi yaxshi eshitmasdi. Faqat baland ovozlarda eshitardi, balkim uni eshitmagandir uzoqdan do'stlar. Xola jonim kelishini orqasidan borib shunday paqqilatib bitta otardimi? Mayli xola, sizga rahim qildim. Davay buni yopamiz. Men shu qopqonni yomon ko'raman. Qopqoni ham 3 bor-ku bu xonani. Davay do'stlar, 3 ta nesagan. Bu yerga o'tib ketamiz do'stlar. Xola ko'rmadi, mana bu yerda yana bitta o'qit olamiz. Xolani ham tinchitib yuborsak bo'lardi-yu do'stlar. Bo'yna aytganimdek mayli xalt xolaga rahim qildim. Davay qushni xonasiga borib, muzda ovosak, xonani muzlatib do'stlar shamollatib o'ldirib yuboramiz. Butun umr esida qolib ketadi do'stlar. Davay tez tushamiz, xola kelib qolishi mumkin. Bu yerga ovoz chiqargan bo'lsak, qani birinchiga bu yerlarda ham hech narsa yo'q, kod bo'lardi-da. Davay tepada mana shuni to'g'irlaymiz, to'g'irlanay birinchiga. Davay do'stlar, o'tamiz. Va do'stlar, riskga borib muzni olamiz degan shu yerda ekan. Qani birinchiga tez muzni ol, hozir xola kelib qolishi mumkin-da. Davay do'stlar, muzni tepaga qo'yib qo'yamiz. Xolaga bu o'zi shundaygina tushib turar. Ungacha biz pastdan borib do'stlar shundaygina stiyda olib kelamiz. Murdan oldida turibdi. Ehtiyotga shunday turib va desa do'stlar, to'rt ishdan to'lib tashardim. Davay do'stlar, sekingina chiqamiz. Xola go'sht
anda aytib bergan o'jaydigan joyi bor. Bola kelmayapsizmi? Shuni kelmay turing. Endi meni yoqdan keladi. Shuning uchun tez bo'lishimiz kerak. Qani birochka tez bo'l. Osh o qoyilmaqom rooster pedalaki o'rgimchak uyiga kerak bo'ladi, lekin eshikdanmi, mashinami qochganimiz yaxshi edi, lekin ikkita narsasini to'p qo'ydik to'g'ri loyga o'xshab. Mayli do'stlar chiqib yoz meni yerdan xolajonim kelsin. Ha bo'ldi do'stlar keldi. Bir xil payt kelmay qoladi do'stlar, men shu yerdan chiqib borsam, xola go'shtingiz ham futbol bo'ldi-ku, endi buni olamiz. Buni go'shtini ham do'stlar futbol qilib tashak debdala. Davay buni ham tushirib ketamiz do'stlar, har ehtimolga qarshi xola kelib tursin. Endi xolamiz do'stlar muzlatishimizga to'g'ri keladi. Davay xolajon, quvvatlar deyapsiz, shunday bittagina kelib Davay keyin zudlik bilan borib do'stlar petlakka tashib kelamiz. Davay xola endi keyin sizni kutib o'tiramiz. Xolajonim qo'shinglardi, lekin zo'r o'zgartiribga. Zo'r muzlashi ham zo'r. Davay shuni xolani muzlatib beramiz. 30 sekundga ketdi. Hard bo'lgandan keyin do'stlar 30 sekundga ketadi. Konechni o'shabay. Buni shunigina tashib qo'yamiz do'stlar o'rgimchakni uyga. Shuni yomon ko'raman do'stlar, shu o'rgimchakni bilmayman. Yomon ko'rsalar kommentariyaga men ham yomon ko'raman deb yozib yuboringlar. Keyin bir-birimizga o'xsharkanmiz deb men ham qaytarib yozib yuboraman. Hali birachga sekingina o'tirib tushamiz. Birachga shu oyoq sinishiga balo bormi deb odamga o'xshab, lekin balandda buni tashaymiz va tushmasa ham mayli bo'lsa, qo'li uzun ovolayveradi. Davay endi o'zimiz oyog'imiz sindi, oyoqni sindirmasdan tushmoqchi edim. Mayli do'stlar, shu ham bizning vaqtimizni oladi. Riski borib do'stlar o'rgimchak nariga o'tgandan foydalanib nariga o'tib buni qo'yib kelamiz. Mana o'rgimchak xolamiz ham o'tdi, ko'ryapsizlarmi? Chap tomonga ketganingizda bo'lardi-yu, xola o'ngga ketib balo bormi deya ikkita ish qilishga ulgurardik. Ishonasizlarmi? Короче, do'stlar Nightmare'da izlari ham qolib ketibdi. Davay, bola jonim ketyapti. Biz короче endi do'stlar chapga borishimiz kerak. Qani birachga shunigina mana shuni yo'var. Endi bu tugmani bosamiz va do'stlar keyingi bekat. Короче mana shu yer menimcha bir do'achi kerak edi, bir portlama birachga. Har doim do'stlar bir do'achi yo'ringlar, bir omadli o'sha buni olamiz. Va do'stlar shunigina eshik yo'var, mana tugmani ham shunga basak pastga tushamiz. O'z o'rgimchak chapga ketib qolibdi do'stlar. Endi nima qilamiz? Bora olmaymiz izdan. Necha marta izidan borganman do'stlar, menga farq yo'q, lekin tutib olgandamni. O'rgimchakni uyda yurishga yomon qiynalaman hard rejimda. Easy'da bo'lsa do'stlar shunchalar yedirib turib qochardim, lekin hardda turibdi. Hozir ko'rsa tutib ola bilmayman. Shu o'rgimchakdan qochsam qo'llarim tirilib nimadir bo'lib qolar. Men qaysi tomondan keladi do'stlar? Chapdan keladimi, o'ngdan keladimi bilib bo'lmaydi. Hozir qaysidir tomondan o'tsin biz do'stlar, namoratoriga suramiz. Menimcha shu o'ng tomondan keladi deb o'ylayapman, lekin chapdan ham kelishi mumkin-da. Lift oldiga kelib ko'pincha zagruzka qilishni yaxshi ko'radi. Lift oldi bilmayman, Wi-Fi yaxshimi? Ko'rasiz o'zi qaysi tomondan kelasiz? Endi xolasizmi? Tez keling, qani xolajonim. Sizga ishonaman xola. Bosh nima kelmayapti bu xolajonim ham. Shu o'ng tomondan keladi, odam ham garang bo'lib qoldi. Hozir chiqsam do'stlar kelayotgan bo'lsa yediradi. Endi foydasi yo'q, bo'yi chiqqanimda bo'larkan, lekin hardda do'stlar pichiq qo'rqyapman chiqishga. Qaysi tomonga ketganini ham bilmayman. O'sha nimaga kelmayapsiz xola? 1 soat. Xonajonim, o'sha yerlarga borib shunigina borib o'ynab turing. Men shunigina borib shuni ishimni qilib kerak. O'zi qo'limda turgan narsa quduqdiki, do'stlar. Esimdan ham tushib ketgan nimaligini shuni oldim, qo'rqdim do'stlar. Ozgincha endi o'zlaring tushunasizlar, hard rejimda turibdi. Tabii shuni tushsak do'stlar, hozir xola biz tomonga cho'g'ib keladi. Biz esa mashinani oldiga o'tib turamiz, qamamaymiz xolani. Mashinada ham ice cream tog'ani mashinaga o'xshatib qo'yibdi, cho'tga qilibdi, lekin baribir o'xshamadi, chunki ice cream. Voy, mena xolajonim ham keldi. Nima xola ushlab olsangiz nima qilardingiz? Kommentariyaga yozing. Xolani nima desam bo'ladi, fikrini o'qiydiganlar bo'lsa, tabiiy do'stlar tez yugurib mana yerdan chiqib ketamiz. Aylanma yo'llar bilan borish hojat yo'q. Eski borib do'stlar quduqni ochaveramiz. Yaxshi xoladan xudolik izimizdan chiqib kelmang, faqat xola siz odatingizni bilaman chiqib kelishni yaxshi ko'rasiz. Bir xil payti borku mana shu xolajonim o't ekibdi do'stlar, qoyilmaqom qaqshab o'tardi. Shu bir xil payt xolajonim do'stlar shu eshikni qulfini ochmasdan chiqib kelyapti-da. Bir xil payti bilmadim do'stlar, ekspertda 1-2 marta shunday qildi, jon chiqib ketdi. Borku oldin o'ynaganimda albatta. Xo'sh, nima chiqdi ekan do'stlar? Bolg'a jon chiqibdi. Bolg'a ham kerak bilan bosamiz. Ovozini yoribdi, lekin mayda robotchalarning ovozini qo'ygan. Xo'sh, bu yerda ochib do'stlar shunigina tushib ketamiz. Bu yerda ham oyoq sinarkan. Eski versiyada menimcha sinmasdi. Yo sinarmidi bilsalar kommentariyaga yozib yuboringlar. Eski versiyani juda kam o'ynaganman, faqat yangi versiya o'ynaganman. Tabii do'stlar, bir versiyaga tipaga chiqib ketamiz. Birinchi navbat do'stlar mana shu yerda zudlik bilan ochamiz. Qani birachka
Xo'sh, ol buni. Davay bu yerda nima bor ekan? Qushda o'qadi, buni ham o'zgartiribdi. Buni nimaga o'zgartirgan? Shirinlikka o'zgartirganmi? Davay, zato qushga beramiz va bu 100 bor ekan. 100 bizga kerakmi, yo'qmi bilmadim. Do'stlar, menimcha kerak bo'lib qolsa kerak. Bu yerdan ham narsa chiqadi. Davay, buni ham tushirib ketamiz. Qani birochi, endi keyingi bekat berdim, mana yerga bir marta charib qo'yamiz. Men xolaga ishonmayman, do'stlar. Birinchi kelsin, bir ikki marta shuni Qaddosa mana qo'ysam shaxta turgan bo'lganda, u xolaga ishonmanglar. Dunyodagi eng zo'r aldoqchi o'ldim, bo'ldi, keldi. O'ldim degan gapiga ishonmanglar. Muz bor ekan. Har ehtimolga qarshi do'stlar muzni ham aylanib o'tamiz. Shuni ovoz chiqargan. Davay, xola o'sha keldi. Ko'rasizlarmi, bu xolani tezligidan nimagadir telefon qotib boshladi. Shu mod ishga tushirsam qotyapti, qo'ygan bayda qotmayapti, nimagaligini bilmam. Mod og'irlik qilyaptimi? Davay, birachga yugur, mana shu yerda bolam qijir deydi. Xola ham o'sha eshikni ochib boshlaydi o'zi. Davay, riskga yuguramiz, birachga tez-tez teddini ol, tez-tez bo'lib birachga o'sh turamiz va buni ochamiz. Teddijon, bu yoqqa ke. Davay, o'zlar endi riskga suramiz. Qo'rqib ketibman, shu xolamgan deb kalamishlar ham yugurib yuribdi. Xola, bir şey olib kelsangiz bo'lmaydi, mana kalamushlaringizni tozalab berardi. O'sha endi xolani kutamiz. O'zlar ozgincha men qizarib ketgan, qonga to'lgan ko'zlarini shundaygina ko'rgim, ana kelyapti xolajonim. Endi tez-tez surmasak bo'lmaydi, chunki xola ushlab olishi mumkin. Davay, birachka o'tir. O'lgirdik do'stlar. Qoyil maqam, ko'ryapsizlarmi? U xola ham keldi. Endi hozir o'rgimchakni uyga tushishimiz bilan do'stlar, o'rgimchak ham shunday bag'irib boshlaydi. Shu bag'irishini yomon ko'raman, shunday ovulga bitta shapatagidan bergim keladi-yu. Mayli do'stlar, bollarni beradi-ku. Mana do'stlar, o'rgimchak ham bag'irib boshlaydi, ko'ryapsizlarmi? Shunday yomon o'rgimchak. Boshda do'stlar tezdan tashlaymiz. Hozir buni olamiz va do'stlar o'zimiz ham tushamiz. Ketdik, oyoq sinmadi, yaxshi. Birinchi navbat do'stlar shu kesgichni shundaygina borib qo'yib kelamiz. Keyin teddiga do'stlar stikka qaytamizmi bilmam. Xo'sh, o'rgimchak xolajonimiz shundaygina survaring, o'rgimchak xola shundaygina survaring, uzoq-uzoqlarga qaytib kelmaydigan tomonlarga xo'sh ketyapti. Qani birachkali xola, suryapsizmi? Davay do'stlar, nariga burilib ketdi. Mana shu yerga kelib to'xtab, zagrutga qilaman deb o'yladim. Davay do'stlar, buni ham shunga voy ko'rdim. Voy, qochib ulgurmadim do'stlar, vaqtida tezligidan ushladi. Mayli do'stlar, yeb qo'ydi bu ayskremli xola ham, lekin kallasi katta. Xola menga yoqmaysiz. Nariga xolam yaxshi tibadagi, sizni bekorga pastga qamashmagan. Mana do'stlar, ikkinchi kunda ham boshlab qo'ydik. Loy qilib, shu teddini olib kelmasam bo'lar ekan. Shuni olib kelmaganimda shunday bo'lmasdi. Yana ham bilmadim, lekin o'rgimchakka tutilganimiz yomon bo'ldi-da. Mayli do'stlar, nima ham qilardik? Faqat yig'lamanglar do'stlar. Mayli. Bizga nima? Bir marta tayg'am yeb turish kerak edi. To'g'rimi? Tayg'am emasdan qoch bizga to'g'ri kelmaydi. Biz o'zbekona uslublarga xolajonim endi qotdan kelasiz. O'ng tomondan ham kelib, mana ko'rasizlarmi, xolani kelishini. Voy, qo'rqib ketib, mana qapqo'yga tushdimmi deb, sichqonlaringiz ham bor bo'lsin. Davay do'stlar, sakraymiz. Tomoqda tomoq qolmadi, bilmayman do'stlar, nimadir bu qitalib qoldi, gapirishga qiynalyapman. O'sh mena xolajonim tibada turibdi endi o'zicha. Endi xola do'qingiz esa shunday sakrab shu videoga hecham xalal beraverku. Xola do'qingiz esa shunday sakrab tushib, shunday meni o'ynab turing, iltimos. Xo'sh, biz Teddimiz qani endi? Men Teddi bilan qochaman dedim do'stlar. Teddijon quvvatasan. Teddi yo'qolib qopti, demak, o'lsalang bilinglar, Teddi izga qaytib qolar ekan. Davay, endi o'rgimchak haftos qanday borib olamiz? Shu xatda shunday borishga shunchalar qiynalaman do'stlar. Mayli, sizlar uchun chiqib boraman, mana bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Bir marta shu yerda ham ishlovdi. Men xatda o'ynayman do'stlar. Har doim easy-da juda kamdan kam o'ynayman. O'sha endi qotdan kelarkan deb kutib o'tirsa ham bo'lardi. Mayli do'stlar, tavakkal. Yo'q do'stlar, o'rgimchak xola yo'q. Nima xola yo'q bo'lib qolganman deymanda. Davay mana uni tashlaymiz, yo men tutgandan keyin vijdan azobi qiynadimi deymanda. Davay o'tiramiz. Mayli do'stlar, teddisiz bo'lsa ham qochib yuboramiz. Bizga farqi yo'q. Teddiga borgim yo'q, shuni qochib turibman chunki. Davay birachga buni qo'yamiz, keyingi safar qochamiz. Albatta do'stlar, mashinadan lekin Teddi bilan qochadik. Davay mayli do'stlar, challenge qilib shuni o'tirib orqamachaga surib olamiz. Xo'sh, mana do'stlar, Greenni bir o'yinidan hard rejimda ice creamga o'zgartirilgan versiyasida mana xolani ham qaratib, o'rgimchakni ham qaratib, hard rejimda qochib ketdik, lekin o'rgimchakni vobshet o'xshatibdi. Garaj do'stlar, video chamiz yo'q ekan, sizlar like, qo'pilni tugmasini bosib qo'yinglar. Chunki do'stlar, hozir